Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Hürmetli körülmenler, bütün dünyadaki aziz qarindaşlarımız. Qalbdan qalbga namlıq programımızın 13. sani görüşünlerini qarşı alımız. Ben Abdullah Yalqın. Qadirli körülmenlerimiz, bu mübarek uluq Ramazan ayının kirişi bilen her yıl qadak, her günü ikranınladı bulup, huzurunladı bulup, bu uluq küllerinin her bir minutlarını, her gününü, şu her günü çağırıp kilovatkan bir-birinden esil ustazlarımız bilen intayın muhim boğan, dinimizde öğrenişimiz gerek boğan temalarını huzurunlağı sunup, hem özümüz hem halkımızını paydalandırış, bu mübarek ayda hassilep, ecirge erişiş maqsıda huzurunlağı buluvatımız bugün mü? Tünügün eladımızda bəgendek Şarkı Türkistan Ölüm Ala Birlikideki ustazlarımızın biri bilen haqiqiy tövbe haqqıda toxtulduğallığımız haqqıda e'lon bergandik. Bugünkü aziz mehmonimiz Ölüm Ala Birlikidin Ustaz Ahmetcan Damullahni taklif qildik. Qimmatli vaqtdan chiqarib qadam tashrif qilganligi uchun ko'pdan-ko'p rahmat aytamiz. Aleyküm assalam. Assalamu alaikum barliq qarindoshlar. Bu taklif qilganliging uchun xursand bo'ldim. Allah subhanahu va taala hammalarninki mush ulug' kunlarda qilgan amal ibodatlarimizning qabul qilsin. Allah razı olsun. Allah subhanahu va taala hammalarni mush so'rinda o'ltirgandek, shu iymonlashgandek jannatul firdavsda birga qilsin. Amin amin. Rahmetullah razı olsun. Qadrli görürmelerimiz, programımız YouTube ve Facebook kanallarımız arkalık tarixli otudu. Ekran aldı çıkıp duruyatkan numarımız şunakla ictimai fikir vasıtırıdaki alaqı vasıtırımız arkalık. Programımızga alaqadar har qandaq fikir teklif bolsa berişinglarni, suallarыңlar bolsa soruşinglarni şunaqla köplegen qarindaşlarımızın paydalanish üçün hem baharlab qo'yishni ham unutmaysizlar. Albatta temamiz bugünkidek her yili Allah subhanahu va taolaninki yani nurg'un yil ichida masalan nurg'un inson bilib bilmay qilgan xatoliklar sababli eng ko'p tövbe qilib oldigan, Allohga qaytadigan fursat iyi. Elbette bugün günüge her gün ustazlarımız nurgun temalarda mazmunlarını sunup kilovatıdı. Bugün bu haşbeşli geçemene 13. bölüm geldik. Fursatını ganimet bilip Allah'a hakiki tevbe kılıp kılgan hatalıklarımız hakkında keçürüm sorap yeniden bir özümüzünü özgertken haleti bu Ramazan'dan çıkıp gidersek bizden baxtlik bir kişiler bulmamız gerek deb ümit qilamiz. Şu vaqtda albatta har kuni nurg'un qilgan xatoliklarımızga dualarımızda bo'lsin, qilgan barliq yaxshiliklarımızda bo'lsin. Bu albatta Allohga qaytishning bir yo'li ekanligini his qilib turibmiz. Undaqda ustoz yosda kirib kelsak programmamizga. Bu tavba ayi nurg'un insonlar xatoliklardan Alloh qaytadigan bir oyda turibmiz. Şuna bugünkü temamizni, sualimizni oldi bilan haqiqiy tövbe deb tema qo'ydik. Haqiqiy tövbe qandaq bo'ldi, uning ma'nosi nima tövbeninki bu vaqtda. Bismillahirrahmanirrahim. Biz bu ulug' ay, ulug' kunlar turibmiz. Hamda hammamizga ma'lum Ramazan oyi, shu 12 oyninki sardori. Bu ay hamda bütün mu'min musulmonlarninki bir maktabi, bir kursi. Bu ayda biz hamda İnsançılıkta bazı bilip bilmey, kılıp sağın hatalıklarımızga tövbe kılımız, Ramazan tutumuz, Ramazan tutuş onu buyurulduk. Ondan başka hem de Ramazan tutkandan keyin Ramazan bilen birge bizim şu ilgirki kılgan hatalıklarımızga tövbe kılışımız lazım. Şu münasebet bilen hem de bu ayda bu tövbe degen nime şu vakitte bu sorulgan sualı kartta. Tövbe degen insançılıkta hem de insan bilip bilmey kıpsagan hatalıklardan qaytıp Allah subhanahu ve taalaga itaat qilish, özüne tekşürüş, muhim hem de qalbni ıslah qilish. Peygamber Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem hadis dedi mesela. Ala inne fil cesedi mudga, iza salahat salahal cesedu kulluh ve iza pesedet pesedel cesedu kulluh dedi. İnsanda yani tende bir baş göç ba, bu yaxşı bolsa, bu ıslah bolsa bütün benden ıslah oldu. Eğer bu bir parça güç buzulsa bütün beden buzuldu degan gap. Ama yığıncaqlab aytgan vaqtda şu an hareketke kumandanlık qildi degan gap. Bu yığıncaqlab aytgansa. Endi bunu adamda Allah subhanahu va taala Kur'an-ı Kerim'de mesela İnnallahi yuhibbut tawabin ve yuhibbul mutatahhirin.
Allah subhanahu wa ta'ala davamlıq tövbe qılıp tuğuşlarını yaxşı kurdu. Yani onun ecri savab burdu, mukafat burdu, günahını keçirdi. Pakizlik qılğışlarını, pak alatiço buluşqa hareket qılğanlarını yaxşı kurdu degan ayetler var. Endi buningda hadisda masalan shu qalbimizni o'ngishsak, avval muhimi qalbimda, qalb masalasi. Qalbimiz buzuq bo'lsa, qalbimiz masalan gunoh, jinoyat istigida bo'lsa, biz tövbe qilolmaymiz. Tövbe degan shu. Xatolikdan, gunohdan qaytib, inson o'zi xatolik, gunohni qiladi. Mayli qanday gunoh bo'lsin, gunohninki azroqlan bir rohati bo'ladi. Qilgan chaqda gunoh qilib bo'lgandan keyin bu joy qattiq pushaymon qiladi. Pushaymon qildi. Ama tövbe degan shu. Bizimki tilimizni ishlatimiz, tövbe qildi, tövbe onunğa tarjima ketmaydi. Xatolikdan yenib, to'g'riga qaytishni tövbe deb ataymiz endi. Oyatda Allah subhanahu wa ta'ala ya ayyuhallazina amanu tubu ilallahi tawbatan nasuha. Asa rabbukum an yukaffira ankum sayyi'atikum wa yudkhilakum jannatin tajri min tahtiha al-anhar. Buningda ey mu'minlar deb xitob qildi Alloh taolo. Ey mu'minlar, tubu ilallah, Allohga tövbe qilinglar. Ya'ni Allohga qaytinglar dedi. Demek insan, insançılıkta, nefsaniyetçilik, yoki bo'lganda shahvoniy yoki ma'lum xatolik hamda bunga kirib qolishi mumkin. Bu vaqtda Alloh qaytib tövbe qilsa, Alloh subhanahu va taolo. Yani tövbe qilganda nasuh. Mana bugan qo'ygan timimiz haqiqiy tövbe degan, tövbe nasuh shu. Nasuh degan samimiylik bilan. Zada uning shartlarini inshaalloh deymiz. Haqiqiy zada uning qo'l uzib, ikkinchi qayta uning qaytmaydigan pushaymon qilib qilgan tövbe bu haqiqiy tövbe bo'ldi. Unda bo'lmay og'izga deb qo'ygan yoki boshqalar qilib degan men qildim degan bu tövbe bo'lmaydi endi. Shartlarni o'zi shartlari nima deb aytaylik? Shartlarni desak, endi bu tövbeninki shartlari bundan 5 turlik bo'ladi. 5 turlik. Tövbe qilishninki sharti 5. Birinchi Alloh subhanahu va taoloninki roziligini izlab, Alloh taoloninki savobini izlab, Allohning azobidan qutulish maqsad niyat bilan ixlosmanlik bilan tövbe qilish. Bunda boshqa bir narsa emas. Zodi men xato qilibman, men bu Alloh yaratgan bir banda. Allohning shunchalik ne'matlari to'sa, ne'matga shukr qilmay, men gunoh o'tkazibman, gunohimni yenishim lozim deb bu tövbe qilish lozim. Bo'libmi? Bu shunday Ramazonda. Ramazon deganda endi hamma kishi Allohga qaytadigan o'zini bir tekshiradigan bir muhim bir oy. Salaf solihlar Ramazan kelishdan burun 6 ay. Ey Allah bizni Ramazan'a ulaştırdın. Ramazan'da biz tövbe kılıp aldı. Ramazan'da biz bir hatalıkımızı bir tüzdü aldı. Bizge bir fırsat vergin dep tileydik. Ramazan'dan kim yana 6 ay çöldüse, ey Allah şu Ramazan'da kalan emel ibadetlerimizin kopul kılgan. Bizninki insançılık kılıp sağlan hatalıklarımız bek köp. Bunun karta bir ken kursak olgun dep tileydik. Ama şuna birincisi olsa, ikincisi özünün kılgan hatalığı kattık pushaymon qilish lazım. Bir ixlos, samimiylik bo'lishdan sirt pushaymon qilsuldi. Bir gunohni o'tkazib, jinoyatni o'tkazib, buningda desa, men pushaymon qilmayman, men xato qilmadim deb tursa, o tövbe bo'lmaydi. Tövbega cho'qib, xatoligidan yenib, pushaymon qilib, uning g'am qilib, ikkinchi qaytim zodi qilmaydiganga o'z iroda bog'lab, pushaymon uningda oldingi bir shart. Tövbeninki haqiqiy bir tövbe bo'lishning ikkinchisi. Uchinchisi desa, endi günah cinayet ötközgen kişi derrol şu cinayetin günahdan yaraktışı lazım. Mesela yani bunun da şu cinayet bu hak iki türlü oldu. Hakkul abdi hakkullah. Hakkul abdi. Bendilerle alakadar. Mahluk alakadar olsa onundan yaraklaşıp bunun zulüm kılmasılık, binasını elevanmasılık, elevanmasılık derrol kaytırıp işlem oldu. Hakkullah da olsa Allah'ın hakkı. Bunun namazını kaza kılgan olsa namazının kazasını kayıt okuş lazım. Мәзен бәзі хаталык өткізген болса Аллаға тәубе қылып ениш lazım. Bu vaqtda bu haqqullohga Alloh subhanahu va taolo xolischa kechirib yutadi. Tövbe qilsa Alloh kechiradi zaten. Endi tövbe qilmasmi kechirib yutadigan ishlar bo'ldi. Mashiyatilloh Allohning xolishi. Lekin haqqul abdi, bandalarning haqqi bu ta'kidlaydiganimiz hozirgi jamiyatda mushu men musulmon deyotgan, Ramazon tutayotgan, shu nurg'un ishni qilayotgan, haj qilayotganlar qanday boshqalarning haqqiga kirayotgan, oriyatlar beg'olmayotgan, va'da tutmayotgan, bo'libmi iqtisodiy masalalar da'volar ko'p kelyotdi ahli ustozlarimizning oldiga. Buningda masalan pulni qo'yib yutadigan, saxtipazlik qiladigan, lekin iqtisodiy masalalarda ishonch qolmagan. %99% desek mübaliğ oldu. Men musulmon deyotgan kishilarniki Ramazon tutadi, hajga boradi,
Ol xuddi bir aramga bassa ham ish bitadiganliklar o'ylaydi. Bu haqqul abdi buning bilan tugmaydi. Haqqullah. Bendening haqqini cho'qim qaytirish lozim. Shu rozilik qilish lozim. Qaytirish lozim. Buning nurg'un endi kengaysa kengayib ketib qoladi. Bendening haqqiga kelganda buni chaqchaq qiladigan masala emas. Hattoki Qur'on ko'tarib shahid bo'lsa-mu, bendening haqqi kechirim qilinmaydi. Buni aniq oyat, hadislar bor. Shuni bendeni rozi qilib etib, shunga roziligini elib, aningdan keyin oxiratga bormasa, hammamiz shaxsiyatcha bo'lib oxiratda mesela yawma yafirul mar'u min akhihi va ummihi va sahibatihi va banihi deb oyat. İnsan insandan qaçadigan, bala atadan, ata baladan, xotindan bir-biridan qaçıp turdi. Hozir men ba'zi holat shakllanib qo'yilib, masalan, shunda qaçqa vaqtda nima ish qildi desa, mening ahvolim qanday bo'la? Taroz mizonga meniki, masalan, savobim qanchalik o'ltira, nom-amal daftarim qanday bo'la deganda g'amda turgandan keyin u ata bola bir-birini tunamaydigan darajaga kelib ketadi. Shunga dunyodan tövbe qilib, dunyodan cho bendan haqqi bo'lsa, buni bir şey rozilik elish lozim. Bu bek og'ir ish bu. Bunga alohida diqqat qilishimiz lozim. Mendan boshlab endi. Bo'lib mush ulug' Ramazonda rozilikni elib, rozish bir-biri bilan. Adovatlashib qolgan adovatni yuyish, no'chilik, menmanchilik qilmay. Hatta buni qistirib qo'y endi. Har dushanba, payshanba kuni Alloh subhanahu va taolo kechirim talab qilg'ishlar bormi? Men uning gunohini kechirim har bir bandaning deydi. Lekin adovatlashib qolganlardan keyin hatta yastaliha deb bir-biriga atlashib bo'lguncha qo'yib qo'yinglar buni. Deydi, mayli o mujohid olsun, mayli olim ilmi olsun, mayli boy olsun, bu adavat bir xatarlik narsa bu. Xo'sh. Bu shunga endi ikkinchisi bu. Uchinchisi kelsak, uchinchisi. Buna da endi to'rtinchisi kelibdi, ammo mushu jinoyat, mushu qilgan xatolikqa kelgusida tavba qilib bo'lgandan keyin qaytmaslik. Qattiq qaytmaslik lozim. Yoki shu jinoyat bo'lgan so'rinda qaytmaslikni niyat qilishmi yoki? Niyat qilish. Niyat qilgandan keyin shu qaytmaslik ham. Niyat avval bo'ldi, undan keyin qaytmaslik lozim. Beshinchisi endi bu cho desa, tövbe qabul bo'lmaydigan vaqtdan burun tövbe qilib olish lozim. Tövbe qabul bo'lmaydigan vaqt bir ikki xil holatda bo'ldi. Biri hozirgi mush yer sharining qonuniyatida Alloh subhanahu va taolo quyoshni mag'ribdan chiqirdigan. Demek şu planetlarda bir özgürüş, kıyamet kayın bulduğun, yer şarı munqariz bulduğun bir vakitte, bu vakitte tövbe kabul etmez. Yeni birisi, şu can halkımı kep kalgan çağda, bu çağda kabul etmez. Sekrat düşken çağda, mesela bütün eskilikini kıldı, ananın dikince, vakti de kılmay, can talaşkını kılgan çağda emdemen, inni tubdul an, prevenge okşaş. Bu, hazır tövbe kıldı. Mesela Beni İsrail ibadet kılgan, etiqat kılgan Allah'a ben işendim dedi. Ona laylatqın ağzıga keplapla, sen bu tövbeni kabul etmez deb aniq deyildi. Ayetda nima desa, haqiqiy mesela tövbe bu qanday bo'ldi desa, innamat tövbet alallohi lillezine ya'maluna sayyiat bi jahalatin deydi. Tövbe degan gunoh, ma'siyatni qiladi, nadonlik qilib saladi. Bilmaydi qilib saladi. Yoki bilsam uningki jinoyatningki og'irligini bilmay yoki jazo ushlaydiganligini bilmay oxiratda shuni ham insonchilikda qilib takrorlab qoldi. Endi buni nima deymiz endi? Bu chaqda keyin bunga yatubana min qarib dedi. Ya'ni yaqinda ozg'in vaqtdan keyin buni tövbe qilish lozim. Tövbe qila olsa, bu tövbe qabul. Endi qilmay, endi shu hadisda ba malam yug'arg'ir dedi. Xırıldap gelip şu can halkımga beşiği ölüm kelgen çağda tövbe kılsa o tövbe kabul etmez endi. Bunu aniq yurtishimiz lazım. Şumuş 5 xil şart var endi tövbenin kabul bo'lishi uchun. Mushu 5 xil shart. Mushuni ado qilish lozim. Buni cho'qim ado qilgan vaqtda undan keyin tövbe qabul bo'ldi. Tövbemizni haqiqatan bo'lib, mushuna ulug' ay, ulug' kunlarda nima qilish lozim? Tövbeni qilib olish lozim. Masalan, biz qachongacha umr ko'ramiz, qanday yashaymiz biz uni uqmaymiz mesela. Albatta. Xo'sh. Allah razı olsun. Köpten köp rahmet. Hakikaten hemmimize tövbege nasip kılsın Rabbim. Amin. Hem de hakiki tövbe diyen qandaq buldu diyen bir sualım batı. Yukarıdaki cevaplardan birinci ikinci sualdan hemiz çıkıp oldu. Tövbeni kechiktirisham insonchilikda ham de nurg'un kishilar ham de davomli holatda yoki men yosh deydi yoki men keyin qilib olaman deydi masalan degandek
xuddi uzun ömür ko'rdigandek hozir siz so'zlab o'tlar qachon o'ldiganligimizni bilmaymiz. Shundoq davomli xuddi insonlar turmushida kunlik turmushda bugun qilman, at qilman deb nurg'un ishlarni keyniga surgandek, kechiktirgandek. Tövbeni kechiktirish yoki bo'lmasa men qilsammi tövbeni? Masalan, hozir tövbe qilgan bilan men yana 2 kundan keyin qilaman-ku uni deb alqa u gunohga qaytmay, shuni butunlay tashlab etishga ko'zi yetmay, davomli kechiktirishning buning bir xatarlari haqida bilishga o'zga qilsak. Buning xatari 2 turli jinoyat bo'ldi buning nisbati. Tövbeni kechiktirsa. Gunohni, jinoyatni qilgan bir jinoyat, bir gunoh. Kechiktirgan yana bir gunoh. Yana bir jinoyat bo'ldi. Xo'sh. Nima uchun deganda Alloh subhanahu va taolo nima? Men tövbürime, tövbesini qabul qilaman deb tursa, hattoki shu hadisda bor, har kuni Alloh subhanahu va taolo kechininki oxirgi 3dan birida o'zi bandilarim tövbe qilsa, tövbesini men qabul qilaman. Kunduz tövbe qilgan, kechida tövbe qilgancha men kechida jinoyat qilganni kunduzda men kechirim deb turadigan shunda bir marhamatlik bir zot endi. Mujahid seni tövbe qilmay, buni tövbeni kechiktirsa, uning xatoligini bildi. Onunla kechiktirgan degan buning uchun 2 xil jinoyat var. Biri jinoyatni o'tkazganlik, gunohni o'tkazganlik jinoyati, yana birisi shu tövbeni kechiktirib qo'yganlik. Chunki bayatni deb o'tdik, inson qachon o'lishni, o o'lim degan yosh qari deb kelmaydi. Har qanday o'lim tusatdi masalan. Bo'lib hozir o'limning o'lish nisbati yashash ketib bordi. Yo qatnash vaqasi bo'ldi, yo 5 yil ish qilib, o'chaq abla qilim degan bilan qilolmaydi. Mushu kechiktirib qilgan mayli xizmatda bo'lsin, mayli tövbada bo'lsin, bir ishni aql suzishning o'zi o mag'lubiyatning ifodasi. Eng kechikib boshlagan kishimi kechikka hisoblanmaydi. Kechikib boshlash lozim demakchi. Uni qilsabdi insonchilikda 2 xil jinoyatni ustimga olmay desa, cho'qim uni vaqtida tövbe qilib olish lozim. Tövbe qilmasa gunohkor bo'ladi. Xo'sh, xo'sh. 2 xil jinoyatni ustiga olgan bo'ldi. Alloh razı olsun. Endi shu inson tövbe qildi. O'zining qilgan xatoliklarninki kechirilganligini yoki tövbesining qabul bo'lganligini qanday biladi? Alomatlar nima? Endi nima yaxshi savol bo'ldi. Bir inson o'zining tövbeninki qabul bo'lmaganligini, shu jinoyatni qilgan vaqt bilan jinoyatni qilib tövbe qilgandagi vaqtni sej tursa, tövbening qabul bo'lmaganini qolaydi. Shuningdan qo'l uzibdimi? Shunga yaqinlashdimi, yaqinlashmabdimi shu tövbega? Tövbe shu gunohga, ilq jinoyatga. Andan keyin bu texmi taqvolashib, texmi Allohga qaytib, Allohninki buyrug'ini qilib chekilgandan yenib qiptimi yoki bu hamda yana shu asbaz qilg'ach, asbaz shu burunqi holati, masalan, takrorlanibdi, mushning qarshi bo'ldi. Agar yaxshilangan bo'lsa, texmi burunqidan yaxshilanish bor, texmi shu Allohga yig'lab tavba qilib, masalan, bo'lib bunda ulug' kunlarda Allohga yilinib, yalvorib, kechalarda qo'pib, masalan, qiyamda turib, kunduz siyamda bo'lgandan keyin Mıda yaxshi amallarni qilsa, qilgandan keyin endi ilgirki holati bilan hammadan o'zining ahvolini o'zi biladi. Keyingi holatni sej tursa, keyingi holati ilgirki holatidan yaxshilanish ko'rinarlik uchun Allohga qaytish bo'lsa, buning tövbesi qabul bo'lgan bo'ldi. Agar unda bo'lmay, men tövbe qildim deb qilib qo'yib, andan keyin qolsa, uningdan makroq jinoyat o'tkazdi, gunoh qildi, yoki bo'lmaganda shuni takrorlab olgan bo'lsa, tövbesi qabul bo'lmagan bo'ldi. Aşımı ilg'ir bir oyat mı bağlı mı? Mesela günah kılıp, yana tövbe kılıp, yana o günah kılıp. Mesela insanların aşkıdamda başında her xil büyüyen texinmek başında bir xil xatarlik cemiyette yaşavatı mesela de. Davamlı tövbe kılıdı, onun kendini kılmayman dep durup, yana o günah kılmasın, davamlı düşüp kaldıgan. Onun kendini bu iş tekrarlanıp geldikken bir yer berip men hatta ki şunda yaşlarımız bulup memdi. Kısa mı yana kıldı ki men xuddi Allah'ını aldığandek men qıp bulup tövbemni yana neçe gün dekin yana bu işe düşüdiken men şu an resmi tövbe kıldığan devrim kelgende kılay dep kıldığanlarımның köp bağ ekanligini bazı söhbetlerden anlap kalmamız emdi. Muş meselenin biraz bir. Hem de o mesele cemiyetimizde bağış bu emniyette. Hem de mesela birinci nokta. Hem de mesela ben şunda cinayet ötkazdım, köp hatalık kıldım, zina bağışını mesela sudak kıldım, hakkın nesini yivaldım, şunda zulüm kıldım. Şunda nurgun gapini deydim mesela. Bunun katta Allah subhanahu wa ta'ala ayet mi
bizga xitob qilib, "Qul ya ibadiyallazina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah. İnnalloha yaghfiru zunuba jami'a. Innahu huval g'afurur rahim" deb Sura Zumarninki 53-oyatda buni aniq o'tirib qo'ygan. Bu bizga nisbatan eng umid baxsh etgan oyat. Mening bandalarim dedi. Alloh taolo, "Ey bandalar" demek, "Mening bandalarim" deb deganlikning o'ziga qo'shib ashunda bir joy mehribonlikni alohida ifodalab bo'ldi. Mening bandalarim dedi. Gunoh o'tkazgan. Asrafu ala anfus, isrof degan tushunimiz biz tilimizda tarjima ketmaydi. U jinoyat qilgan demadi. Jinoyatning haddidan oshirib, jiq ko'p qilib yetib, jinoyatda o'ziga qarshi isrof qilgan. Jinoyatda isrof qilgan, gunohlarda isrof qilgan degan bo'ldi. La taqnatu min rahmatillah. Yani Allah'ın rahmetinden, Allah'ın mehribonligidan, rahim qilishdan nomut olmang, ümidsizlanmanglar deydi. Ümitsizlanish, milqi nomut bo'lish shaytonlik deydigan gap shu oyatning mazmuni. Biz ümidsizlansak bo'lmaydi. Jinoyatning bexatim ish qiladi, nurg'un bu oyatning har qanday bir oyatni sababi nuzul tushish sababi hadisning urudli hadis yuz bergan, nerede qachon kimlarga buni bilish lozim. Xo'sh. Bu oyat shu vahshiy qatorliq nurg'unlagan islom kirishdan burungi sahobalarninki qilgan nurg'un jinoyat, adam o'ldirgan, zina qilgan, nurg'unlagan ishni qilgandan keyin bu shunchalik ish qilsak bizni Alloh kechirami, balki kechirmaslik mumkin. Ümidsizlik patqan kishilarga qarata umid top tushgan deydi Abdullah ibn Abbas radhiyallohu anhu. Tarjimonul Qur'on. Sababi nuzul shu. Endi bu sabab nuzul xos bo'lsin, umumatdan ham musulmonlarga. Mening bildirim degandan keyin hammamiz shuning ichida biz ümidsizlansak bo'lmaydi. Qattiq umidvor bo'lishimiz lozim. Undan keyin Alloh taolo oxirida ayatin "Innalloha yaghfiru zunuba jami'a." Gunohni butunlay umumiy jami'an deb ta'kidladi. Umumyuzlik kechirim qiladi deydi. Alloh taolo yana oyatning oxirida yana ta'kidlab turib, "Bek kechirim qiluvchi zot, bek mehribon zot" deydi. Hattoki payg'ambar alayhisalom bir jangda bir ayol shu o'ziningki kichik bolasi bir yerda qolib qolgan bir buvoq bola. Yugurib kelib shu balani quchoqlab elib, aynida emitib bag'riga bosdi ekan. Ko'rsatib turib payg'ambarimiz amaliy sahobalarga. "Ma ayolning balaga mehribonligini ko'zingmi degan ko'zi yo'q" degan ekan. Alloh subhanahu va taolo o'zining bandalarga "Ma ayoldan bakroq mehribon" dedi. Demak, biz nayt umidvor bo'lishimiz lozim. Yana bir hadis bor. Bandalar bu deganlik ham gunoh, jinoyat o'tkazsin deganlik emas. İnsanchilikda uqmay, bilmay gunoh qilib salgan bo'lsa, gunoh qilib silib, gunohga tövbe qilsa, yana gunoh qilsa, yana tövbe qilsa, yana gunoh Alloh taolani kechiradi deb. Lekin bir nuqtada diqqat qilsak bo'ldi. Buningda halol sanamaslik lozim. Bu jinoyatni, gunohni halol sanaydigan ish bo'lib qolsa, buning jinoyati pek ig'ir bu. Bu halol sanash kofirlik deb beradi bu. Dinni masxir qilish, islomni masxir qilish bu kofirlik deb beradi. Bu biz degan gap emas bu. Xo'sh. Hozir bu ishlar avjab qoldi. Uda fikr qilimiz, tafakkurimiz u bu deb. Buni Alloh taolo aytdi. Bu takabbur kishilarni sa'asrifu an ayatillazina yatakabbaruna fil ardi degan işte takabburlik qilgan, yastakbiruna yoki boshqa yerda. Takabburlik qilgan Alloh taolo o'zining oyatimda ularni boshqa yerga burib yetmaydi. Hidoyatni, tavfiq bermaydi Alloh taolo tavba qilishga. Shu buningda biz umidvor bo'lishimiz lozim. Yana bir hadisda Peygamberimiz bandalar gunoh o'tkazmay, jinoyat o'tkazmay yashasa, tursa, o bandani Alloh taolo ep ketib, boshqa gunoh o'tkazgan, jinoyat qilgan, lekin jinoyatni qilib bo'lgandan keyin tövbe qilib, haqiqiy samimiylik bilan boshqa burungi 5 shart bo'yicha Alloh qaytadigan bandalarni yaratma degan sahih hadis bor. Bu deganlik nima bo'lsa, Allohga yilinib, yolvorib, duo qilsak, Alloh shuni xohlaydi. Faqat gunoh banda degan salih, mesela mu'min musulmonga faqat gunoh o'tkazmaydigan degan gap emas. Gunoh o'tkazdi. Farishta emas ki. Farishta emas. Uning tabiati, xarakteri mesela. Shu yatubulan min qaribayn. Oyatning o'zida. Shu biz bu jihatda ümidsizlik patqaq passa qolmaydi. Mesela payg'ambarimiz bir hadis dedi ya, ilgirki ummatdagi bir kishi qotil bu, kasbiy qotil ekan, 99 odamni o'ldirib o'ldirib bo'lib, uningdan keyin bir abidni qashiq beraqda, "Men tövbe qilmoq" deb pushaymon qilib keyin bu. Bağandan keyin u abid "Yo'q, sen 99 o'ldirgan odam sen qotil tursang, sen qanday tövbe bo'ldi?" dedi. Degan uni o'ldirdi. Yuz qilib da achchig'ida. Andan keyin turib, yana pushaymon qilib bu. Endi bu men kim javob bergan falan yerda bir olim bor. Ashu yaxshi javob beradigan uni yana berdi. Bağandan keyin bu olim salmada adam o'ldiribsa, lekin sen tövbe qilishning oldingi sharti. Bayatdan shu shart bo'yicha pushaymon qildim.
bu yerden sen başka yere git. Demek ayada bir nokta dikkat kılgan mesela. Sen cinayet işleyatkan bu. Şu cinayet ötküzgen yerinden bu yaxşı yemezken deydi şu hadiste. Demek insan aşı muhitin tesiri uçraydı degen yakın çıkıdı bunun. Mesela ben yaşagan bolsak, turop özüşüp katmız. Yerim yalangach o bu onu kögendikin özüşüp kaldı karşı oldu. Şuna ya tumaslık lazım demek. Başka gidiş lazım amal olsa. Lekin amal olmay kalsa amal yok. Ay şu kanday kıldı dese, tak tövbe kılıp tak keçirim Allah'a nima qilmadi. Aşağı görüp tövbe kıldım deb mangan o. Yerim yolda vafat olup gitti. Melekul Mevt onu cennet aldı. Ağandan keyin onunğa o bir kısa şekillik sözündü. Rahmet perişli, azap perişli ikisi talaştı. Biraz cennetlik salam neydi, biraz devzakka. O'zing mezilqi emine buyruğunu icra qildi ya. Qaniki Allah subhanahu wa taala nida qilib, o'lchanglar ikki tarafni qaysi tarafga yaqin bo'lsa shunga tava bo'lsin dedi. Oxiri tavba qilgan tarafga 1 metr ash tarafga yiqilgan ekan. Yiqilgan vaqtda shunga rahmat farishtalari buni shu jannatga soldi. Bu sahih hadis. Bu masala nima desak, biz ümidsizlansek bo'lmaydi. Bizga fursat bor, tövbe qilmaydi. Lekin bunga fursatim bor deb bayatim bir gap deyildi. Men 40 yoshdan o'tgan tövbe qilmay yoki 50 yosh sizga kafolatingiz bormi? Yani 1 soatdan keyin mesela bir 5 minutlik yashashga biz kafolat bermaymiz mesela. Unda bo'lgan ekan, biz uqmaymiz. Mesela oyatim shu insonni ba'zi ozdir o'tadigan bo'lish masala. Rabbimiz shunda mag'firatini ayt ekanligini hisobsiz rahmat egisi. Deb bütün cinayetni qilib, xatolikni qilib kishilarning haqqini yepti. Allohning haqqi bo'lgan, Alloh qilingan jinoyat emas, insonlarning bu nurg'un ishini qilib o'tib, oxirda beriblam bir aj qilib olsam, maram beriblam, onamdan tug'monati bo'laman deb bunda bir o'ylab olish jamiyatda bormidi. O xato. Masalan, buning masalasi nima desak, endi masalan bir odam gunoh o'tkazdi, men hajga borsam, onamdan tug'im bo'laman. Yoki gunohlarimiz kechirim bo'ladi. Ana qarash bor. Bu qarash xato. To'g'ri, hadisda bir odam haj qilsa, hajji mabrur. Mabrur. Hajji mabrur shart bor. Laysa lahu jazaa'un illa al-jannah hadisda. Yani kim bir adam haj qilsa yoki umr qilsa, masalan, kayamin valadatu ummuhu, anasi tuqqandeklam ayni holat bul dedi. Bu gunoh sag'ir qartilgan. Kichik gunoh qartilgan gaplar. Gunoh kabir emas. Gunohning akbarul kabair bor. Masalan, eng og'ir jinoyat bor. Gunoh kabirning rasmiy uni bek cho'ng'ir bo'ldi. Masalan, o'ziniki qo'shnisiniki qiziga ayol bilan zina qilish, boshqalarning zina qilganini anadan qilish, yoki do'sti, anasi og'aynisi shuning ayollari bilan o'ziniki yaqinlik fursatini foydalanib qilgan. Bu jinoyat bakroq ig'irdi. Masalan, odatdagi zinaga o'xshamaydi bu. Ma masalada biz haj qilsak, hammamiz pokiz bo'ldi, hammamiz unda bo'ldi degan gap yo'q. Faqat gunoh sag'irlar, masalan, bir qalab qoldik. Ya bir kimniki masalan, masalan bir haqqini joyida ado qilolmadik. Mesela, mao yana haqqul abdik kelgan chaqda bandining haqqini bilaman. Uni o'tmaydi buni. Bandini rozi qilish lozim. Xo'sh. O mesela atandan batashında biz to'g'a vaqtida baylar nurg'un pulni elib, zakatni aramay, haqni pulni bermay, haram chiqib ketib olgan. Hozir nima bor ekan? Bu to'g'ri emas. Bu to'g'riliqni ayrim ahvolishamiz. Bu haj qilish insonning umrida bir qatim vojib farz. Bir qatim umr qilish u vojib farz. Undan keyin hammasi nafla. Başka farz iş tutsa, nafli ishga mangan kishi o'ziniki o iymoniga havola. Uni o'ylab baqsiz. Xo'sh. Shu u yerga borgan qilarkan hamma ish tugaydigan ish bo'lsa, sahobalar, masalan, tabi'illar hammasi undan tugatunda bo'lmadi u. Bizning belgilimimiz bor. Hatto shart bor. Shu gunoh kabir qilmasa degan alohid qaytlik hadis bor. Sahih. Gunoh kabir qilmaslik lozim. Haqni binasini yevelish gunoh kabir bu. Masalan, gunoh kabirda belgilangan nurg'un jinoyatlar bu yuyilmaydi. Cho'ng gunohlar. Cho'ng gunohlar. Rahmat, Allah razı olsun. Sizdan Allah razı olsun. Allah subhanahu va taala shu biz so'zlagan, iymonlashgan bu suhbatimizga Alloh taolo amal qilib nasib qilsin. Allah subhanahu va taolo xalqimizning zulmdan, barliq qiyinchiliklardan qutqizsin. O'sha Ramazonni eng yaxshi ravishda o'tkazgildi Alloh nasib qilsin. Va axiru davana alhamdulillahi robbil alamin. Rahmat. Qadrli ko'ruvchilarimiz, shuna qilib bugungi sonimizni mushada oxirlashtiraylik. Haqiqatan yuqorida o'tilgandek bu kunlarni sanoqli kunlar qoldi. Har kuni mayli
keşleri olsun, sohurluktu olsun. Köp Rabbimizge tövbe kılıp, nida kılıp aldığan, hemme dertlerimizni dev aldığan vakit, bunu fırsat bilip, Ramazan'dan çıkıp ketkendiğin keyin, inşallah heyetini körüşkü nisip kılar Rabbimiz. Başkıça Ramazan'dan ilgiriki haletimizden, farklı halette buluşunu Allah hemmemizge nisip kılsın dep dileymiz. Allah ömür verse başka bir temada yüz görüşküçe aman boğaçlar. Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi Teala ve Berekatuhu. يا نور الهلال أقبل تعال فالشوق طال والقلب سما نحو السماء